Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, xudolar, andalar, qavm qarindoshlar. Hammalaringiz mana shu Hasaningizdan bilan Shohlopamning xonadonlariga xush kelibsizlar. Bu xonadonga mana to'ydan keyingi tadbirimiz yana chaqliq kelinchalikda kelgan ekanlaringiz. Bizlar ancha xursandmiz. Mana shu ikkala yoshga baxt saodat tilayman, uzoq umr tilayman. Mana shu kelgusi mana shu yillarda Allohim bir Hasan Fotimalarni berib, bir solih soliha farzand bo'lib yetishsin. Ana Hasaningizdan beshik, xudolarimiz ham yana bir eshik jupina beshiklar bo'lib kelsinlar. Opam mana shu yerga tushganiga ancha yillar bo'ldi. Bilishimcha bir 30 dan oshiq yillar bo'ldi mana shu Paxtakor qishlog'iga tushganiga. Shu yerda mana o'sib, ulg'ayib, 4 ta farzandning onasi bo'lib, 4 ta farzandi soliha qilib voyaga yetkazdilar. Opamga ham Allohim kuch-quvvat bersin, sog'lik, salomatlik bersin, uzoq umr bersin. Ikkala qizni turmushga berib, mana kenjatoy o'g'illarni ham uyli joyli qilib mana yangi yana kelinchak oldilar. Buna kelinchaklar avvalambor o'zimga ham muyassar qilsin. Endigi navbat Xudo xolasa, mana tog'asiga ham, menga ham Xudo xolasa nasib bo'lsa nasib qilsin. Mana shunday bizlarning ham to'ylarimizda xizmat qilish, ko'rchakamizga ham xizmat qilish Alloh nasib etsin. Ilohim har doim to'y tomoshalarda birga bo'laylik. Yaznamay ham kuch-quvvat bersin. Xudo xolasa mana farzandlarini uyli joyli qilib oldilar. Bularning rohatini rohatda ko'rsin ilohim. Farzandlarning har doim yaxshi kunlarni ko'rsin. Hech qachon yomon kun ko'rmasinlar. Mana shunday bundan keyingi beshik to'ylarida, yosh to'ylarda, sunnat to'ylarda Xudo xolasa o'qib, ilmli, bilimli bo'lib, diplom to'ylarida birgalikda o'tirishni Alloh hammamizga nasib ro'za aylasin. Men juda xursandman Xudo xolasa. Endiki navbat nima uchun deganda bizlarga Xudo xolasa. Shundan Xudo xolasa xursandman. Nima deyman, yana ana shu davramizda xudolarimizdan kelgan yangalar bor, xolalar bor, ammalar bor. Bularga ham Xudo xolasa mana shu tadbirimiz davomida yaxshi tilaklarni, yaxshi so'zlarni, shirin suhbatlarni eshitishni Alloh nasib etsin. Xudo xolasa mana mendan keyin ularga navbat. Mana